Mustamlakachilik tugaganmi yoki u faqat shaklini o'zgartirdimi? 15-asrdan boshlab kuchli davlatlar dunyoni egallashni boshladi. Afrika, Osiyo, Amerika xalqlari bosib olinib, o'z yerlarida boshqa bir davlat hukmronligi o'rnatildi. Bu klassik mustamlakachilik davri edi. 20-asrning o'rtalariga kelib, mustamlakachilik inqirozga yuz tutdi. Yuzlab mustamlakalar mustaqillikni qo'lga kiritdi, ammo bu yakun emas edi. Bugun esa yangi bosqichlar sahnaga chiqmoqda. Endi kuch ishlatishning o'rniga iqtisodiy va siyosiy bosimlar vositaga aylanadi. Bu davr neokolonializm deb ataladi. Neokolonializm bu boy davlatlarning kambag'al mamlakatlarni iqtisodiy va siyosiy jihatdan qaram holda saqlab turishidir. Kreditlar, shartnomalar va chet el kompaniyalari orqali. Neokolonializmning bir qancha turlari mavjud. Rivojlanayotgan davlatlar chet el kreditlariga bog'lab qo'yiladi. Shartlar og'ir, lekin muqobil yo'l yo'q. Bu moliyaviy neokolonializm deb ataladi. Mamlakat resurslari, ishlab chiqarish va savdo tizimi xorijiy manfaatlarga xizmat qiladi. Bu esa iqtisodiy neokolonializmning bir ko'rinishidir. Madaniy neokolonializm til, urf-odat, qadriyatlar sohasida bosim bo'ladi. Yoshlarga o'zidan uyalish, begona madaniyatni ideal sifatida qabul qilish singdiriladi. Siyosiy neokolonializm ba'zan davlatlar tashqi kuchlar ta'sirida siyosiy qarorlar qabul qilishga majbur bo'ladi. Aynan bu ham neokolonializmning bir ko'rinishi edi. Neokolonializm bu yangi kurash maydoni. Neokolonializm bor, u yashirin, ammo kuchli. Uni tan olish, uni yengish yo'lidagi birinchi qadamdir.